Tabarak bizga 12 muqam Atam çalğan ulug' tutar Har bir kuy tavuşunga bo'lganman xumor Dabravab tambur satar Kelgisi barzantiman Qalbida muqam qoldim Assalomu alaykum. To'xtab qo'yib turay, ya. Assalomu alaykum. 12-chi qitimliq Nahmaydan programmamni yana boshladim. O'zim yolg'iz o'tirib sizlar baqay oldin qitim intizorni ekranimga taklif qilgandan keyin shundaq yaxshi inkaslarni yozib sizlar menga ko'pdan ko'p rahmat. Xush bo'ldim. Oldingi videoni yetib salomlar bilan boshlagandim. Bu qitimki videoni yana shu yetning oxirini chiqargan bo'lay. Yetninki xo'shalligini uzunroq surindik. Mыңызlar o'zingizlar ko'rgandek, bu qitimki Nahmaydanimninki temisi yetki qiziqarli videolar haqida. Vatanimizga qarindoshlarninki aql parostidan suyunib ba'zi bir qism videolarni yig'ib oldim. Ham qiziqarli, ham ochiq kinoyalik bir xil shundoq ham yaxshi, ham odamniki ko'nglini yerim qiladigan, ham kuldiradigan shundoq videolar bor ekan. Ko'pchilik bilan tang o'rtoqlashqash, anoniki o'zimizningki o'ylaganlarini vatanning ichidagi qarindoshlarimizdan kutgan umidlarimiz, ularga ko'ngil so'zlarimiz hamda vatanning sirtidagi bo'libmi faoliyatda aktiv ish qilayotgan qarindoshlarimizninki ularga bo'lgan ko'ngil so'zlarimizni bir shu Nahmaydan qilgan sizlar bilan paranglashayda bu Nahmaydanimni yana yechib oldim. Undaq bo'lsa yana bir sizlar bilan boshlab kelsam, yetki qiziqarli ishlar hammaylar birlikda tang huzurini boqaylik. Anoniki o'ylaganlarimizni inkaslarni yozg'ash qo'shilsak bo'ldi. Hamsa bu videodan bevosita boshladim. Qarindoshlar, Qurban hayitlaringiz muborak bo'lsin. Qurban hayitda sidiq chiqmay, uyda jim o'tirib, boshqalar bilan uchrashmay, hayitni yaxshi o'tkazinglar. Hukumatning yuqumli mudofaa ko'rish xizmatiga yaqindan moslashinglar. Bayraminglarga muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Ama yetti 5 kun dam olibizga. Ojiroydan ashxonga yetlaydigan bittasan. Mana qo'yoqqa mana tepkin kirib yurgan chiqmiz degan tugaydi. Nimani kasab chiqalam deb tatma bishim qisma, yomon bo'lsa bishim qisma, quloqda tutma, bishim qisma. Qo'y be. Ular menglar yetlab kelaman. Yetlaydi nimani? Ammo kattalarda qancha g'inani qasaq setyapsan ha? Qoppaqa bilan ketayman. Men ko'p bo'laysini so'yib etmaydigan bo'lsin. Ovoz chiqatamdi ya. Qalsan so'yat. Nima? Tamam pishtima. Jo'ziq kelganda biroq o'qtimlar oldi. Yey, uyda o'tiraverib, o'zim samirab ketganimga qara. Miliqqinam bu qaptig'i. Yey, yetmang aylakchiligida uy tozalab kunini tozajima. Ya to'balabla. Bilmay sandoq qolsan-ka, bolam, ajab asqatdir. Hashim, Hashim, qistab ketdi, bo'la, Hashim qistab ketdi, ishtag'ish ketdi, bo'la. Assalamualaikum qarindoshlar, baramisizda yo'qabiga qolsag'i. Unda tashqi boshlarda qana bo'ldi. Unda yo'qaga sonda qana bo'ldi. Izlab turinglar sizlarni. Atti, ana qishda bilandima. Mana yetlar
qizib Tosun ketdi, şivisi itlar yani qizib Kaşgar ketdi. şivisi. Aşmağınıqa cizliq ma cizdola. Ema oğallarımda çoğun yoğunap ketdi. Qara bəslik yoğan bulab ketkinlar. Xanımca, qala tumuşqini ushlab o'tirib ketgan taxa. Silja Ahmetjaga bu öydən çıxmay bu yoğan gazdondek bulab ketibdi ya. Andaqma azraq harakat qilib bersa. Baka ishdan patmay qollijima. Sepir Xaja, Silja, shunda chiroyli turib biljima ko'z tegmisin. Qani, mazak baxsizlar meymallah. Ma deyishini ko'ravermay bu so'qongni. İşlemi chiqmaydi. Va ayamdırı marek olsun cima qasıllarına. Yetlarda öğündüla oturdum bu deşiğim o çıkalmay zeriktim ku. Onyan çokumdan eğilip yüz koy pılni solyan çokum hahitlik kıttardım ku. Eyüp diyen ne güzel şunda kıynaldık biz ötküzel mehitni. Aslayman vambalani dibalani tenha kaldım azap çek tinlemiş kara. Ketti gelmezken bir güzel günler emmini yanlış ulanmalar ne kıynaldık biz öyde oturup Göşlerim kaynap turgan kazinimda men göşnila yep bolturup ziriktim ben. Etledim yatak koydum aşkhaniga kalmedi men etlegan o bir mimo. Yılmay fakat könlüm peyli oynayamay heyitni peyzi. Şunluk iken heyitnin peyzi Seğinimin oynayalmışsam Diki 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 kurban geldi. Mübarek bulsa mübarek bulsun. Kurban Allah mübarek bulsun. Uymadın mı sen öne? Düşlerimde gördüm onu. Takdirim musudur. Yana mektepte kaldım Vambalardın, dibalardın, keşme kasamo. Yuhulardın, şu kızlardın, keşme kasamo. Yet ayımda, bayramlarda, teşgaç kalmay. Öyde oturup telefon bilen oyma kasamo. Kepsizliğim gemge çökmekte. Eğitmenden yırak ketmekte. Aldı bana kurban çıkalmasın çıktı. Zerek şikayetim ay. Açtık ahır 빙징이 etli dokbi 청그무 은강와 지강그무 허딘강 지청그무 kurbanlık neye kanmazken Aşı göçle ketti kelmezken Üydün çıkan kilovatıdı Bazağı bağın kilovatıdı Çıkaydı sen dervazda Hamdın kaşkın kilovatıdı Qarindoshlar, Qurban etinglarga muborak bo'lsin. Qurban etni sidiq chiqmay, uyda Vatandagi qarindoshlarimiz yetimki ahvolni ana shundoq undidirlarda yetkilib, oshxona uydan yotoq uyga, yotoq uydan mehmonxona uyga yetlishib,
eshaklarga ovoz berib, hukumatning gapini anglanglar deb. Ashundoq vatandagi vaziyatni shundoq anglitibdi. Birdi kulib, birdi siz. Shu uya bu yerning uchrab qolgan videolarni yig'ib akab, shu vatandagilar ahuzorlarini, shu yerdagi vaziyatlarni bizga ashundoq usullarda anglitadi deb bu qitimqi naq maydonni shu to'g'riliq azroq so'zlay dedim. Buningdan ilgarimi bizga har xil usullarda, masalan, aytaylik, unsiz ravishda misollar ilib bersak, bir chog'larda yurakni urib nima qilgan bir videolar chiqdi. Anandan keyin o'zlarininki oilasidagi lager kirib ketgan qarindoshlarniki rasmini shu ekranning keyin tarafiga qo'yib, o'zlariniki hissiyotini ifodalash orqali shundoq o'zlariniki sadosini shundoq anglatdi. Shuni biyoslarni o'zimdan nima qilib boqamdiq, ko'rib boqamdiq. Mana hozir share screen Chrome tab YouTube'dan kirib o'zini bevositalam Nabicha akamizniki kanaliga kiraylik. Shunda vatandagilar bizga guvohliklarini yetkazadi, biz nima ish qilyapmiz degan temada bir muncha videolar bordi. Masalan, zulm arxivi qayerda bo'lib ketdi, zulm arxivi videolarimiz. Masalan, mana buningdek hozir chiqib o'tamdim ya. Balu bereketli, şefkatli, bir bardun can din aziz, can din aziz. Gururda sayın aziz, can din aziz. Şuman gurur. Ben demakchi shu vatandagilarniki unsiz ahlari, zarlari hamda bu qadimki Qurbayetda 2020-yillik Qurbayetdagi ashun tarqalgan bir qism qiziqarli videolardan vatanning ichidagi nima ish bo'layotganligini biz o'zimiz his qila olamiz. Vatan sirtidagilarga gapim shu ovozlarni biz davomli holda dunyoga anglatish. Shularda bir kishilik asimizni qo'shish uchun yana davomli holda Twitterga chiqsak, Twitterda ko'proq faoliyat qilsak demakchi, Twitterga chaqirman, anoninkini shu YouTube chiqingizlar. Maoshi chiqib ancha-muncha shundoq o'ltirib ish so'zlaringizni o'zingizniki ko'rilmalari bilan paranglashish orqali
derdimizin dünyaya anlatış hem de texmi köpligen Uygurlarımızın yürekli halda köngüde neyme bolsa şunu oylığını diyalaydigan qilish hem de özümüzdeki mevcutluğunu saklap qilish köpligen Uygurlarniki muşunaq medialarga chiqish Aşınaq işlardan davamlı çaqırıq qılıp geldim. Ma adamniki köngli yerim bulduğum bir narsalarni qo'ysa odam yana bir xil yilqining bo'lib ketadigan mushtab turib gaplarimni qo'llashmay qelyotgandim. Endi manga nisbatan aytgan chog'da 2020-yil Qurbon hayit eng ko'ngilsiz bir hayit bo'ldi desam bo'ladi. Har yilgi ro'ziyet, Qurbon hayitlarda odatda uydagilarniki social medialardan yana undidor bo'lamdi, boshqa nimalardan ish bo'lmaganda hayitinglar muborak bo'lsin degan bir narsani yo'llab qo'yadi. Bu qatimki 2020-yil Qurbon hayitda na bir hayitinglar muborak bo'lsin, na bir Özüm eng ko'p yig'lagan hayit bo'ldi deyman. Har hayitda bir yig'laymiz qo'sh qilib vatan o'ylab, uydagilarni o'ylab, erkin nazarda hayitlik salomlarni qilishib, ko'nglik paranglashamagan bir-birimizni muboraklashaman. Hammamizning hayiti ashundoq o'tdi deb sizlarga bir qism faoliyatchilarimizningki turk tilidagi ishlagan Qurbon hayitlik salami va ahuzarlarni dunyoga yetkazish bir qisqa videosi shundoq odamning yurak torlarini chekadigan bir video ekan. Ko'pchilik bilan uning tang ambaharlab bir o'rtoqlashsak Merhabalar. Bugün tüm İslam dünyasının Kurban Bayramı. Hepinizin Kurban Bayramına mübarek olsun. Tüm dünya Müslümanları Kurban Bayramı'nda ailesiyle mutlu bir şekilde geçiriyorken biz Uygur Türkleri yine senelerde olduğu gibi üzüntü içinde geçiriyoruz. Ben aile sıcaklığını, anne sesini duymadan geçireceğim 3. Kurban Bayramı olacak. Bu bayramda halanızla, kuzenlerinizle bayramlaştınız mı? Maalesef bizim onlarla bayramlaşma şansımız bile olmuyor. Ben bugünün bayram olduğunu biliyorum ama sen zalim Çin'in karanlık zindanlarında bayram olduğunu biliyor musun can kardeşlerim? Siz abinizle bayramda eğlenmeye gittiniz mi? Ama ben abimle eğlenmeye gidemiyorum. Çünkü benim abim Çin'in karanlık zindanlarında. Hepinize iyi bayramlar. Hepiniz bir gün kurban kesiyorsunuz. Şunu unutmayın. Çin'in karanlık zindanlarında Uygurlar da kesiliyorlar. Bu benim ailemin sesini duyamadan, onlara iyi bayramlar diyemeden geçireceğim 3. Kurban Bayramı'dır. Bugün Kurban Bayramı. Bugün dünyanın dört bir yanındaki bütün Müslümanlar Kurban Bayramı kutlarken bugün bizim Doğu Türkistan'da Kurban Bayramı hiç olmadı. Bizim Doğu Türkistan'daki bütün Uygur kardeşlerimiz kurbanlık veriyor. Haberiniz var mı? Herkese iyi bayramlar. Kardeşlerim 900 gündür hali iş sessiz Çin zindanlarında fiziksel ve ruhsal işkence çekiyorlar. Onların hayatı büyük tehlikededir. Ben özgür dünyadayım ama bana nasıl bir kurban bayramı oluyor? Herkese iyi bayramlar. İçi acı dolan Doğu Türkistan Uygurlardan size selam olsun. Hammamizning bayrami ana shundoq o'tdi. Shu videoni ishlagan har bir qarindoshga cho'ng tashakkurlar. Hammamizning yurak sadosini yetkazibsizlar. Ko'pdan ko'p rahmat. Boyagi degan gaplarimni bir qo'rt takrorlasam, shu vatanimizning ichidagilar har xil usullarda yet bo'lganda har xil qiziqarli videolarni ishlab, qiziqarli ovozlarni berishib, shundoq o'zining o'ylaganlarini hamda vatanning ichidagi vaziyatni bizga yetkazdi. Vatanning ichidagilar bo'lsa davomli holda shundoq o'zinglarniki bexatarligiga diqqat qilib, o'zinglar aman sog'liq birinchi shuni asos qilib, bundan keyin vatanning vaziyatini shundoq har xil usullarda bizga davomli yetkazishinglarni vatanning sirtidagilarni
bizningki Twitter sepimizga, social mediadagi sepimizga davomli qo'shilishinglarni umid qilaman. Ko'ngilsiz bir narsalarni deyish odam deydigan gaplarni topolmay qoldi ekan. Endi bir naqshani qarshi bu sizlarningki gaplaringizlar bilan paranglashib boqaylimi? Ko'ngilsiz narsalarni so'zlayvermayli, ko'ngilli ishlarni so'zlashaylik mundaq. Hammangizlar xush keldingizlar. Eshakni so'zlaydigan bo'lib ketibdi. Eshakni so'zlatib shu. Boyaqi aytinglar muborak bo'lsin, qarindoshlar, sirtqa chiqmanglar degan videomda eshitsa. Good vibes. Ovoz chiqadi, rahmat. Nabija akamga chiqadi, rahmat. Sizningki videolaringizni bir qismini ishlatdim. Har bir chiqqan videolaringizni ko'rib turman. Lady, Trump's brother is dead. Oh no. Sorry. Men oqshomdan yoqi Twitterga bu bir narsani yo'llab, bugun atigandan yoqi Twitterga qarab baxmdim bu texi shunlashqa ma xabar topmoqdiman. Bir narsani yozayli hamsa, chiqayli. Boshqani qo'ying. Shu. Ko'ngilsiz narsalarni ko'rayversa odamniki ko'ngli ko'ngilsiz bo'lib qoldi ekan shu. Talantli kishilar xalq ichida. Men mana shunday qo'ylab qoldim zodi shu. Men uchratganlarim texman ba'zilarini saqlamabdi ekanman, keyin izlab topolmadim mana shunday qiziqarli videolar. Assalomu alaykum. Qozog'istondami, Qirg'izistondami ko'rayotgan qarindoshlarimizlarga ko'pdan ko'p salomlar bo'lsin. Qo'llab kelganlarga nurg'un inkaslarni yozib qoldirganlarga rahmat. Deydigan gaplarim tugab qolibdi. Shunchalik gap qilay. Pat chiqib paranglashib turaylik ko'proq. Va yerda so'zlaringizni qoldirib qo'yingizlar. Fayzul, yaxshimisiz? Yo. Naqsh qo'yib qo'ysam bo'ldi. Nurg'un salomlarni yo'llabsizlar, ko'pchilikka rahmat. Bugungi videom shunchalik bo'lsin. Etki ham qiziqarli, ham ochiq haqiqatlarni sizlar bilan o'rtoqlashqash. Hozir shu videomni bir ko'pchilikka men hozir ko'rilmaydigan qilib o'zimga men baholabdiman. U videoni hammasini ko'radigan qilib uni ayrim ochiq video qilib qo'yay. Adlikka yana bir video ishlamoqchi. Videoniki temasi social medianiki kuchi deb shu amaliyotda yuz bergan bir qism hikoyatlarni ko'pchilik bilan tang o'rtoqlashib, biznikidek eg'ir kulfatda qilayotgan bu millatimiz har qaysi yerlarda dunyoning naridili bo'lsin. Bo'lib Turkiyadagi qarindoshlar va bir qism musulmon ellardagi qarindoshlar u yoq bu yoqqa borgan chog'da chegaralarda hayotimiz xatar ichida qolib qolganda qanday qilish kerak, nimalarni qilish kerak, nimalarga diqqat qilish kerak degandek mazmundagi temalarda bir qism amaliy misollarni olib adlik yana bir live qilmoqchi. Bugun qisqaroq so'zlab turay, adkisi sal uzunroq bo'lsin. Hammanglarga yana bir qatam yetib salomlar bo'lsin. Har kuninglarni yettak o'tkazinglar, oilanglar bilan, oilasi bola, oilasidagilar bilan. Unda bo'lsa adki naq maydon programmamni ko'rishaylik. Shu job naq maydonga bevosita gaplashib, inkaslarni yozishib, shunday paranglashsak bo'ladi. Atki videomda oldin desam, Kanadaga Saudiya Arabistondan uydan qochib chiqqan bir qiz bor, 18 yoshlik. Shuningki beshidan o'tkazgan kechirmishlari shu naq shu nim qilgan vaqtgacha Taylanddagi aeroplan stansiyasidagi beshidan bo'lib o'tgan ishlar, o'zininki yolg'iz kishilik namoyishi, bir yotoqning ichiga shu eshiklarni taqoylab qo'ygan ishlari degandeklarni bir masal qilib so'zlamoqchi. Undan boshqa yana ishga arab qiz va ularniki beshidan kechirganlarini qisqa qilib so'zlamoqchi. Andan keyin uzunroq to'xtalganimiz o'zimizniki Uyg'urlarniki ichidan chiqqan social medianiki kuchi orqali o'zlariniki ishlarini hal qilgan bir qism misollarni elish orqali sizlarga texmo bir o'zini qutqizish yo'llari, o'zini qo'g'dash yo'llari qatorliq temalarda so'zlamoqchi. Unda bo'lsa bugungi videom naq maydon mishagichi bo'lsin. Ati ko'rishamdik o'xshash vaqtda.
taxminan shundaq vaqtda. Menga hozir tush bo'ldi hozir. Kanada Ottawa shahridagi hozirgi vaqt 12:30. Dunyoning har qaysi joylaridagi vaqt farqiga qarab o'zingizlar podpad kirib, YouTube kanalimga kirib, videolarimningki vaqtiga oldin o'rinlashtirilgan naq maydon suhbatlariga diqqat qilishtirasizlar. Obuna bo'lib, yoniga kichik qo'ng'iroqni ichib qo'yasizlar. Xudoga xo'sh, ko'pchilik